Hürmetli vatandaşlar, Qarıq leksiyanın davamı. Bugünkü sizlarga 2020 yıl 6. ayının 14. günü haftaya yakshanba. Davamında vatandaş anlaysız. Bu çünkü ola alakadar taraflarının matbuatı namıda, yani cüngoluk muhbirler. Alakadar matbuatlarının namıda chet elde turuşluq, muhbirlik ornudan paydalanıp, dünyanın her qaysı joylarida teşviqat uruşu qo'zg'ayalaydi. Belki bu organlar şundaqla casusluq faaliyetlerini yoşurup ketalaydi. Devlet İşlakatı Mike Pompeo 3. ayının 2. günü Cungo'nun Amerika turuşluq 5 yürüyüş matbuatıga adam ve hizmetçiler meselesini çeklimi koyganda, yani beraberlik prensipi de toxtulup öttü. Devlet İşlakatı bir parça bayanatı da mındaq görsetdi. Bizning nişanemiz beraber buluş. Xuddi biz Amerika Cungo münasibetining boshqa sohalarda qilganimizga o'xshash. Biz buluşqa tegishli raqobat maydonida turishga izdinimiz. Biz bu qatimqi harakatning Beijing hukumatining fikr so'z erkinligiga hurmat qilib, jumladan muxbirlarni o'z ichiga olgan holda ularning fikr so'z erkinligini hurmat qilib, ishqa hürmet qilib, xalqaro prinsiplarga amal qilishiga haydakchilik qilamiz. Amerika amaldorlari mundaq dedi. Jungoning matbuot xodimlari Amerikada shug'ullanadigan xizmat Jungo kompartiyasining tashviqotini qilish. Bütün dünya axborot xodimlarini hurmat qilishni nazarda tutganimizda, biz bu Jungoning aloqador organlarining xodimlarini muxbir salohiyati bilan atashni rad qilamiz. Amerikada iqlim masalalari obzorchisi Zhang Jiadun mundaq dedi. Jungoda aloqador taraflarning muxbirlarini amaliyotda muxbir deyishga bo'lmaydi. Amerika hukumati ularni cheklashni kuchaytirish lozim. Zhang Jiadun Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Ular biz muxbir deb tonigan emas. Ularni biz muxbir deb tonigan muxbirlar emas. Ular o'zlari ham o'zini tashviqot, propaganda xodimlari deb ataydi. Amaliyot ularning orasidagi ba'zi kishilar jasusluq faoliyati bilan shug'ullanadigan kishilardir. Shunga biz ularning Amerikadagi faoliyatlarini qattiq kuzatishimiz lozim. Ular belki muxbirga o'xshash xizmat qilishi mumkin. Lekin davlat Jungo ularning biz o'ylagandek muxbirlik qilishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Bu bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki hukmdir. Bu bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki hukmdir. Amerika Jungo ishki davlat muxbirlari mundaq hisobladi. Matbuot urushining yaqinda oxirlashadigan alomatlari yo'q. Bo'libmi saylam yilida Jungo Amerika navbatda matbuot urushida qaysi taraf bo'lsin hargiz chekinmaydiganligini ifodalashga boshladi. Bunda qarshilashish kishini andishiga soladi deydi Jungo matbuotining Amerika turishliq bir nafar muxbiri. Iqlim masalalari obzorchisi Zhang Jiadun mundaq hisoblaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning qilgan atkanlariga barobarlik prinsipini qo'llanishi lozim. Navbatda bizning Amerikaning Jungo muxbirlarining Amerikaga kelishiga cheklimi yo'q. Bu yerga barobarlik prinsipini desanglar, kishilik huquq sohasidagi barobarlik prinsipi emas bu. Masalan, Jungodan Amerikaga keladigan muxbirlarning soni 50 bo'lsa, Amerikadan Jungoga boradigan muxbirlarning soni 50 bo'lish kerak. Amaliyot undaq emas.
Muşu 70 yıllık tarih ta ki bugünkü muşu hazır muşu leksiyonu sözleyatkan peytini etkandı vatandaş. Jungo'dan başlayatkandak 60 muhbir Washington'a kelip Jungo muhbiri bop işgara kurgan bolsa Amerika'da ya 6 nefer muhbir ya ki 5 nefer muhbir Beijing'e baralı deydigen gap. Gördünüz mü bu nispetine? Hazır bir yerde Cancadan davatkan beraberlik prensibi mana. Muhbirlarını almashtirish san o'xshash bo'lish, shart o'xshash bo'lish, yana boshqa talablar o'xshash bo'lish. Muhimi fikr, so'z, matbuot erkinligi talablari o'xshash bo'lish. Mana bu barobarlik prinsipi. Muhbirlarni o'zaro almashtirishning barobarlik prinsipi. Navbatda bizning Amerikaning Jungo muhbirlarining Amerika kelishiga cheklimi yo'q. Anladınız mı? Jungo muhbirlarining Amerika kelishi cheklimi yo'q. Qancha odam bo'lsin mayli. Bu gapni ko'rdingiz mi? Ammo Jungo bo'lsa Amerika muhbirlarining Jungoga kirishiga yo'q darajada chek qo'ygan. Mana. Men o'ylaymanki biz Amerika barobar bo'lish prinsipini talab qilishi kerak. Muş ayının 5'de Reuters agentligi xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib, mundaq degan edi. Prezident Trump hukumati dal hozir Jungoning Markaziy xalq televiziyasi va Jungo axborot agentligi Shinhua qatorliq 4 yurish Amerika turishliq matbuot organlarini chet el ümekleri yoki chet elning go'mash tillari deb atashni o'ylashyapti. Reuters shundoq dedi, lekin hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasidan bu to'g'rida bir nima so'z, bir nima deyish o'ttirg'i chiqmadi, deydi Reuters agentligi.